Assalomu alaykum do'stlar. YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga ko'rib turganingizdek, seximizdan yana bir komplekt gazablo stanoklari Andijon viloyati Marhamat tumaniga dastavka jarayonidan videolarimiz. Bugun Andijon viloyati Marhamat tumaniga 10 talik qolipi bilan komplektimizni dastavka qilib ustanovka qilgani yo'lga chiqyapmiz do'stlar. Hamda kimgadir liniyaviy holatda gazabloy stanoklari kerak bo'lsa, mana bunday holatda liniyaviy holatdagisi murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz do'stlar. Liniyaviy holatdagi stanoklarni ham tayyorlab, avtoreska, liniyaviy hamda 20-30 ta qoliplari bilan mana seximizdan tayyorlab beraveramiz. Hamda komplekt so'ragan akalarimiz komplektlarimiz aynan 10 ta emas, ish boshlagani bitta 2 ta bilan degan akalarimizga bitta 2 ta qolip bilan komplektlarni ham tayyorlab, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib, ustanovka qilib beramiz do'stlar. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz do'stlar. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lmagan akalarimiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.